Onun izdirgini kılımız Reis Xi Jinping. Abdülkadir Jalaliddin Uygur'un köz görüngen ziyalist. İzdirgini kılımız Abdülkadir Jalaliddin'in Reis Xi Jinping. Yana başka nurgulluğun Uygurlar. Milyonluğun, bugün 1 milyondan 3 milyongacha Uygur. Cümleden bunun işi de mening 32 nefer nevrem ve ballarım. Kolga elindi. Biz bularning izdirgini kılımız Reis Xi Jinping. İzdirgini kılımız. Yani deymiz ki biz Uygurlar hayat işkenmiz. Allah nusret ata kılsın. 21 milyon Uygur'un kolugıdan sanap durup ötküzüp alımız. Jungo hükümetinin, Jungoluk köşmellerinin Uyguristan'da hiç kandak hak, dava talepleri yok. Biz bunu itiraf kılmayız. Uygurların zeminidir Uyguristan. Uygurların vatanidir Uyguristan. Biz şuna Reis Xi Jinping her bir Uygur'un kolugudun tutup sanap alımız. Bugün günde Reis Xi Jinping sizin hakimiyetiniz, sizin hükümetinizin Uyguristan'da fakatla hak talep davası var değilse, Xitay köçmenlerini kanda bir taraf kılış. Xitay köçmenlerini kanda orunlaştırış. Muşunundan başka Xitay'nın Uyguristan'da hiç kanda hak talep davası yok. Bu dünya aşkar hakikat. Her bir Uygur aşkar hakikat. Ve sizin 68 yıldan beri yürgüzüp gelgen aldamçılık siyasetinizni paş kıldık. Aldamçılık ile yazılgan tarihlerinizni paş kıldık. Aldamçılıkla belgelengen siyasetlerinin mahiyetini bir-birlep paş kıldık. Uygur halkı bilip bol. Fakat bir yerde biz şunda sual koyduk ki, dünya neme için sükut kılıdı? Vakit gelmedi mi? Toğırlaydıgan payt gelmedi mi? Ya köngül bölüdügan payt gelmedi mi? Nemişka? Dünya nemişka sükut kılıdı degan noktada biz mi oylanıvatımız? Belki dünya mı oylanıvatkan bolish kerak. Endi iqtisad kelayli. İqtisad meselesi ana aş yerden şu yergacha. Hozir inkasçılarning inkasini aytib berdik. Endi bu to'g'ri yak Amerika Qo'shma Shtatlarga munosabatlik kelishim ve sohbetler to'g'risida bu 23. günü başlandigan sohbet esinglarda borki hurmatli vatandaş 22. günüden başlap 23. günüden başlap Amerika Qo'shma Shtatlari 120 milyard dollarlık import kılıngan Jungo'dan import kılıngan tovarlarga baj koymakçı bolgan edi. Hozir bir xabarda zalda körüp kaldın, neme değildi dese, bu siyasetini icra kılıverimiz, lekin sohbet mi başlanıverdi. Sohbetni mi kılıverimiz dep görüştük. Bugün mana bir iş gün kaldı, bugün 19 mu bir iş gün kaldı. Sohbet başlandı. Sohbetlerin neticesi dikkat kılımız, kütüp durumuz. Endi Tayvan to'g'risi kelib yuqorqi murojaatni ko'rdik, qonun loyihani ko'rdik. Tayvan to'g'risi qonun loyihaning har bir jumlasi bu qatim Jungo uchun bek ig'ir keldi. Qaltis ig'ir keldi. Qaraganda Jungoliklar buni ko'tarib qo'polmadi. Hozir to'rbetlar nima deydi? Jungdan qayda Jungo davlat boshliqlarining putini qo'ydiga yaqamidi deydi. Alı topu bo'lib ketdi deydi. Alı to'polang bo'lib ketdi deydi. Hozir rahbarlar putini qayaga qo'lini qayaga qo'yishni bilmay qoldi. Alı to'polang bo'lib ketdi deydi. Demek Jungdan qayda rahbarlik shu holga kelgan ekan, bugungi Jungoning iqtisodiy ahvolining ham qayaga kelganligini ko'rib yetdingiz. Yuqorida bir mavzuning ismini qo'ydim. Bu da xolisi onu mu qo'shib qo'yishim mumkin. Jungoning iqtisodiy masalasi, iqtisod o'tirishiga shu ikki davlat, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlar bilan bo'layotgan suhbat masalasi agar iqtisodga munosabatlik 2 oy ichida hal bo'lmaydi ekan, Jungoning iqtisodiy bevosita gumron bo'ladi. O vaqtda siz o'zingizni qayerga qo'ysiz, Jungo Kompartiyasi, shunga Reis Xi Jinping yaxshilikni bizga qilmang. Bizga yaxshilikni Xudo qilsin. Yaxshilikni Uyg'urlar qilmang. Bizga Xudo qilsin, sizdan yaxshilik kutmaymiz. Lekin siz 1 milliondan 3 millionga jazo lagerini bekor qilasiz.
Bu bizning insoniy talabimiz. İnsan deb sizga qo'yib bu talabni. Yaxshilikni Rais Shi Jinping o'zingizning xalqiga qiling. Hozir Jungoda qahatchilik, ochlikning qahatchiligi yetib kelyapti. Hozir Jungoda ochlik besimdorlari, ochlik savdogarlari qutirayapti. Diqqat qiling Rais Shi Jinping. Bu 10 milyon, 20 milyon odamning taqdiri emas. Bu o'zingiz davlatgan 1 milyard 300 milyon odamning taqdiri. Rossiyalik olimlar degandek 500 milyon Xitoyning taqdiri. Lekin bu muassan emas. Hozir şey kelyapti. Men başta 3 qatımdak, 4 qatımdak takrorladim. Ochlik, ochlik. İki qo'm Uyg'ur tilida och qilish, ochlik tayyorlash. Hozir bu Jungoda tahdid bo'lib kelyapti. Ya'ni shundaqla hozir tunigunlatir Ribo xalq gazeti bu gazetigalar nima debdi? Bütün mamlakatga bosh maqola yozib, farzandlik bo'linglar, bola chaqaloq bo'linglar. Bugun bola chaqaloq bo'lish, farzandlik bo'lish sizlarning ixtiyoringizda emas. Bu davlatning siyosati, ko'rdingizmi? Buningda 20 yil, 30 yil burun Xitoy nimani tashviq qilgan edi? Xitoy nimani tashviq qilgan edi? Balalarni, ya'ni pilalliq tug'ut. Bu Uyg'urlarning orasida qandoq elib berilgan edi? Men bu to'g'rida vaqtim yetsa, hozir koni tema bu. Koni tem bo'lsin, vaqtim yetsa vatandoshlarga leksiya so'zlayman. Selishtirib ko'ringlar vatandoshlar. Buningda 20 yil, 30 yil burun. Masalan, 1987-yili 1-oyda Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonida pilalliq tug'ut siyosatini majburiy yo'l qo'ydi. Endi bugun qarang, nima deyapti? Ribo farzandlik bo'linglar. Bu xabarning ostiga bir rasmni chaplab qo'yibdi, hurmatli vatandosh. Bu rasm, bu suratni chaplab qo'yibdi. Qandoq? Mana diqqat qilingiz bu. Pilalliq tug'ut, bir balalik bo'lish, bir farzandlik bo'lish bilan tug'ilgan, hozir 22 yosh, 24 yoshga kirgan bir Xitoy bola. Lekin uning atrofida qari cho'rlarni qo'shsangiz, hammasi 7 nafar. Bugun Jungoda qarilarni kutish va kutinish deydigan xarajat yo'q. O tugashdi, allaqachon tugashdi. Aşı Xitoy bola, aşı o'ritogan Xitoy bola 7 nafar qari cho'rni beqish kerak. Bu xabarga nim deb mavzu qo'ydi. Xitoyga kelayotgan iqtisodiy krizis, siyosiy krizis, hamma krizisni qo'y ayaga, tashlab qo'y ayaga. Xitoy uchun kelayotgan eng dahshatli krizis bir farzandning 7 nafar qari cho'rini beqishidan iborat krizisdir. Bu yomon og'ir ish. Shunga Rais Shi Jinping davlat rahbari albatta o'zining g'ururini ta'kidlashi va o'zining g'ururiga tayinishi kerak. Biroq davlat amonlikka erishadigan, davlat baxtga, omadga erishadigan vaqtda davlat rahbarining xarakteri boshqa yo'l chimaydi. Lekin davlat ofatga, halokatga, zavolga yuzlangan vaqtda davlat rahbarining xarakteri yana tarsalik qiladigan bo'lsa, yana joyillik qiladigan bo'lsa, yana qarshilashadigan bo'lsa, davlatga baloy ofat yetib keladi Rais Shi Jinping. Shunga sizning bu qatimki savdo suhbatida, Amerikada o'tkazilgan savdo suhbatida yo'l qo'yishingizni, butun sap bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlar qanday talablarni qo'ydi. Boshda ko'rsatdik, eng asosiysi 5 turlik tugun. Bunikilar navbatlikda anglaysiz, Alloh xolisa. Dostumuz, ukimiz Turan efendi 5 turlik tugun. Mo'shu bo'yicha Rais Shi Jinping sizning yo'l qo'yishingizni, ma'qul bo'lishingizni, Qimochi efendi aytgandek, o'yri turib taslim bo'lish. Buni ayt yo'lliq taslim bo'lish, yuz xatirlik taslim bo'lish. Qo'lni ko'tarsanlar bo'l. Lekin yukunib o'tirib taslim bo'lish kelganda bu ish bek ig'ir. Bek ig'irga to'xtaydi Rais Shi Jinping.